4-darajada juda ham kuchli og'riqlar kuzatiladi. Onkologik kasalliklarda bunaqa bolalarni uyda saqlab bo'lmaydi. Hatto qarang bu onkologik og'riq deydi. Onkologik og'riq qanaqa desam, aka bitta qo'lim uzilib ketsa ham unchalik og'rimagan bo'lardi. Uni oddiy og'riq qoldiruvchilar bilan to'xtatib bo'lmaydi. Bizda shunga sharoit qilinganda, bola kasal bo'lgani uchun qiynalishga majbur emasdan, qolgan hayotini har holda qiynalmasdan o'tkazadi. Bir xilgi bola ko'ngingizga o'tirib qoladi. O'tgandan keyin tushkunlikka tushib qolasiz. O'tgan bolalarni xotiraxonasi tilida. O'tgan bolalar ism familiyasi yozilgan daraxtimiz bor. Bolani umrini qisqartirmaymiz. Bor umriga kun qo'shamiz, ya'ni og'riqsiz, ko'zi ochiladi, yaxshiroq ovqatlanadi. Chunki shu yerda malham topadi dardiga. Hech bo'lmasam hamma tomondan qo'limizdan kelgancha o'sha tibbiy xizmat ko'rsatamiz. Shuning uchun shu jihatdan muhim deb o'ylayman hospice. Assalomu alaykum Sherzika. Biz iLevel o'quv markazidamiz. Birinchi yilgi tadbirkor edik. Shuning uchun hospice haqida ozgina informatsiya olishga keldik. Chunki kimdir biladi, kimdir bilmas. Bilmagan bizning ota-onalarimizga prosta informatsiya berish uchun ozgina informatsiya bersangiz Taskin haqida. Xush kelibsizlar. Bizni Taskin hospice bolalar uchun ochilgan O'zbekistonda birinchi va yagona hospicimiz hozircha 2022-yil 25-avgustda ochilganmiz. Asosan bu yerga onkologik kasalliklar bilan og'rigan 4-stadiyasidagi bolalarimiz yotqiziladi. Barcha onkologik diagnozlar bilan 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarni olamiz. Qabul qilish qiyin emas. Bolani demak oxirgi vipiskasi bo'ladi, metrikasi bo'ladi, bo'ldi. Va bitta qarovchisi bilan to'liq sharoit qilib beramiz. Men ichkarida ko'rsataman hozir. Asosan qanday bolalarni olamiz? 4-darajada juda ham kuchli og'riqlar kuzatiladi onkologik kasalliklarda. Bularni asosiy davolashi tugagan bo'ladi. Ya'ni onkologiya больницаlarida bularga qilinadigan dori-darmonlarning o'zi foydasi bo'lmay qoladi va uyga javob beriladi. Avval shunaqa bolalar uyda qiynalib yotganda bizga kelsa, bizda og'riq bo'yicha mutaxassislar ishlaydi. Bular og'riqni avvalo jilovlashadi, ya'ni qo'lga olinadi, qoldiriladi. Og'riqlari qolgandan keyin bola qolgan hayotini har holda qiynalmasdan o'tkazadi. Bu yerda bolalar asosan gilamda oyoq kiyimni yechib, o'ynashib, shu yerda volontyorlar ham kelib birga o'ynab, ko'ngil ochar tadbirlarni shu yerda o'tkazamiz. Vaqt o'tkazgani joy. Navbatdagi ximioterapiyasini olish uchun ketishdi. Bola uchun maxsus tibbiy kravat, qarovchisi uchun bitta kravat. Bizda bunaqa xonalardan 20 ta bor. Qo'ldan kelgancha tashkil qilib qo'yganmiz. Undan tashqari kutubxonamizda bolalarga ham, kattalarga ham barcha kitoblar tashkil qilingan. Kirib agar o'qiymiz desa, bemalol vaqt joylik qilsa bo'ladi. Xodimlar ham kirib o'qishadi. Bular endi oddiy palata. Agar bolaning ahvoli og'irlashadigan bo'lsa, bizda intensiv palata ham tashkil qilingan. IVL apparatlarimiz bor. IVL apparatlar o'sha nafas olishda muammosi bo'lgan bolalarga o'sha sun'iy nafas berish apparatida, искусственный. Aynan bunaqa bolalarni uyda saqlab bo'lmaydi. Qiyin. Hali tanasi boshqa dard bilmas deydi, o'zbek tilida shunaqa ibora bor. Yaqinlari ham tushunmaydi, lekin bolalar sal yoshi kattaroq bolalar kelsa, mana hozir og'riq boshlanyapti, qarang bu onkologik og'riq deydi. Keyin yana bir xilgi payt kiramiz, xuddi o'sha bola yana og'riq bor, oddiy og'riq deydi. Unga oddiy masalan analgezsiz o'tib ketadi deydi. Onkologik og'riq qanaqa desam, aka bitta qo'lim uzilib ketsa ham unchalik og'rimagan bo'lardi. Onkologiyani o'zini, ya'ni onko hujayralar, patologik hujayralar bular o'zidan shunaqa fermentlar chiqaradi, og'riqni kuchaytiradi. Ya'ni nervga aynan ta'sir qilib og'riqni kuchaytiradi. Uni oddiy og'riq qoldiruvchilar bilan to'xtatib bo'lmaydi. Bizda shunga sharoit qilinganda, bola kasal bo'lgani uchun qiynalishga majbur emasdan, biz shunaqa ko'proq shu tomon o'ylangan. Tak. Bu yerda net kinoteatr tashkil qilamiz. Proyektorimiz bor. Kompyuter yulab, kino qo'yib, bolalarni yig'ib tomoshalar o'tkaziladi. Kattaroq bolalar kelib qolsa PlayStation. Ular PlayStation juda yaxshi ko'rishadi. Saralasa ham chalashadi. Ha, bitta ancha chempionatlar bo'lgan futbol bo'yicha. Bolalarni shunaqa vaqtini chalg'itishga harakat qilamiz-da.
psixolog alohida ishlaydilar. Hamma biz bilan ham ishlaydi. Bir xilgi bola ko'ngingizga o'tirib qoladi. O'tgandan keyin tushkunlikka tushib qolasiz. Bu tasavvur qilish qiyin bo'lgan juda ham kuchli og'ir dard. Ota-onalar nima qilishini bilmaydi, yo'l qidiradi, yo'l topolmaydi. Kelgandan keyin hospisda o'ziga o'xshagan boshqa ota-onalarni ko'rgandan keyin ancha yengil bo'ladi. Taskin deb o'shaning uchun qo'yganmiz-da nomini. Taskin beradi bir-biriga, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashadi, o'zaro aloqasi bor hammasini. Onkologiyadan sizlar hospisga boringlar, yaxshilab qarab beradi deb jo'natishadi. Ota-ona bilmaydi bolasini holatini, ya'ni bu lecheniya yordam bermayapti. Bu yoq endi faqat orqaga ketadi, o'lim bilan yakunlanadi degan gapni biz ko'proq aytishimiz kerak bo'ladi. O'tkazib, psixolog, ijtimoiy xodim, ikkita vrach, hammamiz keyin sen mana shunaqa deb yoki adasi deb tushuntiramiz. Keyin buni etaplari bor, уже psixolog ishlab ketadi yog'iga. Sekin-sekin hamma ko'nadi, iloji yo'q, nima qilasiz. Endi yana bitta xonamiz bor, endi bu yerda bizda davolanib o'tgan bolalarni xotiraxonasi bor. Xotiraxonasi Xotiraxonasida endi bu bolalar hammasini rasmlarini iloji boricha qo'yamiz. Keyin bu yerda o'sha o'tgan bolalar ismi, familiyasi yozilgan daraxtimiz bor. Bu hayot daraxti, endi hali simbolichning shunaqa qilingan. Ota-onalar ham o'zlari kelib shu daraxtga bolasini ismini yozib ilib ketishadi. Bolani bu yerda hech kim mahkum qilmaydi. Endi dard shunaqa. Iloji yo'q. Biz bolani umrini qisqartirmaymiz. Bor umriga, bor kuniga, o'sha hayotiga kun qo'shamiz. Ya'ni og'riqsiz, ko'z ochiladi, yaxshiroq ovqatlanadi, yaqinlari bilan muomala qiladi, o'sha muloqot qiladi, ya'ni oxirgi gaplarni gapirib qoladi. O'sha o'tkazilgan vaqtni o'zi ham, oxirgi vaqtni unumli o'tkazish ham juda qadrli narsa. Bolalar bir marta kelib og'rig'idan xalos bo'lgandan keyin ota-onasi uyga bir xil olib ketib qolishadi majbur. Ya'ni o'zbekchalik uyda bo'lsin degan ma'noda. Keyin yo'q, o'sha hospisga boraman. Bizni xodimlarni imenni aytishadi. Sherif akamning yoniga boraman, Ilyos akamning yoniga boraman deb kelib olishadi. Chunki shu yerda malham topadi dardiga. Hech bo'lmasam hamma tomondan qo'limizdan kelgancha o'sha tibbiy xizmat ko'rsatamiz. Shuning uchun shu jihatdan muhim deb o'ylayman hospis. Sizga rahmat katta. Sog' bo'linglar. Kelamiz. Bemalol kelaveringlar. Kelsanglar boshimiz ko'kka yetadi. Bosh ustiga, xudo xohlasa. Oy.